Немишqa birinchi bola qo'rqaman. Uning uchun hamma ishni qildiganligimni o'ylagan edim. Men faqat ojiz bir o'quvchi xolos. Yig'lash qalbning burun qanishidir. Undaqda nemishqa yig'laysan? Bundan keyin asla yig'lamayman degan bo'lsam-mu, bir gap anglagan edim. Agar hayotda putlashib yiqilsang, yig'laysan. Hamoqatmisan? Hayot haqida gap qilishga dahi boldurlik qilamiz. Hozirdan boshlab 10 yil, 20 yil, 60 yil hayot davomlashadi. Qanchalik kutsang kut, ojiz insonlar har zaman ojizdir. Ammo ojizlik har doim yomon narsa emas. Oqibatda insonlar ojiz maxluqot. Shu sababdan do'stlik rishtasi o'rnatamiz. Hayotda kuchli bo'lish uchun o'zaro munosabat o'rnatamiz va ilgirlaymiz. Ammo atimizga ishonib tirishqancha kuchimiz tabiiy holda asliga keladi. Shunglashqa endi hargiz qochmayman. O'zgarishga majburman. Har narsaga yuzlanishim kerak. Mushaqqatsiz ilingan dars ma'nisizdir. Chunki badal to'lanmay turib hech narsa erishilmas. Ammo mushaqqatga chidab, uning ustidan g'alaba qilganingizda har kimninkidan tixmi kuchli qalbga ega bo'lasiz. Shundoq tavlangan qalbga. Rastınla, insanlardan ümit üzdüm. Ziyoda kuch faqat alam tug'dirdi. Shundaq bo'lganda ba'zilar bu halok qilg'uch kuch ichidagi nafratda o'zini yo'qotib qo'ydi. İnsanlarning urushlarini maqtash uchun bir narsa deyishini tanlayman. Nima qilsam qil, hech narsa o'zgarmaydi. Vaqtidan yetingda yahat. Reallik yuzlanishdan boshqa hech narsa qo'lga keltirolmaysan. Va uni o'zgartirishning imkoni yo'q. Eng yaxshisi bo'ldi qilib hayotda ishonishni xohlagan narsangga ishon. Shundoq dunyoda hech kim hamma narsani shu pit qabul qilmaydi. Boshqa narsalar uchun tirishganda haqiqat uchun andishlangan narsalarmi ayni nisbatda bo'ladi. Mana bu dunyoning haqiqiy taraqqiyotidir. Demak isteganim, bunda bir haqiqat bo'lmasa edi, tixim yaxshi bo'lmasmidi? O'limdan qo'rqqan insonlar ishonishni xohlaydigan haqiqat shu. İnsanlar faqat tilingni ko'rishni xohlaydi. Buni barq etganingda hayotingda qolgan yagona narsa umidsizlik bo'ladi. O'yin oxirlashdi. Xatolashdim. Haqiqat uncha bola yomon emas. Qani harakatlan. Hozirgi bu nuqtaga kelish uchun to'xtovsiz kurash qildik. Hali ham qilyapmiz. Buningdan qochanmaysan. Qayerga borsang bor, o'tmishing agishib keladi. Nimishqa bilamsan? Birlasholmaydi-da shu. O'tmish va xotirlar tezli yolg'izlashtiradi. Kelgusining nima bo'lishi noma'lum bu dunyoning shubhisizki bir o'tmishi bor. Her qancha xatolik va mag'lubiyat bilan to'lsa-mu, insonlarning o'tmishlari o'zicha to'g'ri bo'lgan ishdan boshqa bir narsa emas. O'tmish nima bo'lsin, chaqnagan yulduz bo'lib faqat oldim qarayman. Podsho bilan ot arasidagi farq nima? Birining 2, yana birining 4 pochig'i bor. Yoki bir inson, yana biri hayvon kabi bolalarcha bir jillashlardan gap ochqinim yo'q. Shakllari, kuchlari va qobiliyatlari o'xshash bo'lganda, biri podsho bo'lib urush idora qilsa, yana biri nimishqa ot bo'lib podshoning ustida yurishga majbur bo'lsin. Javob birlar. Intilish. Jinoyat o'tkazib, xushalliq topadigan qotillardan nima farqimiz bor? Qilganlaring uchun aman badal to'laysan. Yolg'iz kishi qanchalik qila oladi? Oy, obdan angla. Qochqanliging uchun o'zingni gunohkor his qilsang, hayotingning qolgan yerini ochiq ichida o'tkiz.
Ammo hech bo'lmaganda bugundan va atidan qochma. Sen Kimsin? Sen kimmi? Mening ismim yo'q.